Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Uyg'ur Akademiyasining bosh raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi, dorigarlik olimi Dr. Rishad Abbosning vatanlik singlisi, Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi ve Dünya Uyg'ur Qurultayının vekili Roshan Abbosning hadisi Dr. Gulshan Abbosning tutqun qilinganligi va izderiksiz g'oyib qilib o'tilganligining 6 yilligi munosabati bilan 10 sentabr kuni kechda Dünya Uyg'ur Qurultayining Germaniyaning Myunxen shahridagi markaziy ishxonasi va madaniyat markazida maxsus xotirlash faoliyati o'tkazildi. Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoatining qatnashishida o'tkazilgan xotirlash kechiligida Dr. Gulshan Abbos xonim bosh personaj qilingan va Xitoyning jazo lagerlaridagi zulmlar tasvirlangan Hadamni izlab nomli film ko'rsatildi. Xotirlash marosimining ochilishida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining sobiq raisi va 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur Qurultayining vakili Dolqin Iso apandim mundaq deb ko'rsatdi. Ko'rgan bo'lishimiz mumkin hozirgacha Dr. Gulshan Abbosning Muşu Ceza Lageri münasebetlik. Bu filmde Germaniyadaki Uygurlarının bizim faaliyetlerimiz, nelerimiz var. Bugün şu tutukluğunun 10 yıllık münasebetiyle bu film dünyanın cık yerlerde, Amerika'da, Kanada'da, Orta Asya'da cık yerlerde koyulmadılar. Şunun bir nimesi var. Bugün bizim Dünya Qurultayının merkezde Germaniyadaki vatandaşlarımızla bu filmi göz arkalık bizim Gülşen Abdülkadir Katarlık Mыңлыған, 10 мыңлыған Uyghur ziyalılarının bugün Xitayning jazo lagerida azap çekayotganidan ibaret bir reallikni yana bir qatim eslash, xotirlash, bu zulmning tugamaganligini yana bir eslash munosabati bilan bu programni o'rinlashtirdik. Shuni o'tirsa yurtdoshlarimiz balki kelib qilishi mumkin. Kelganlar ko'p rahmat. Bu yerda chet ellik do'stlarimiz kelibdi. Thank you very much for joining us. Today, as you know, today 60th anniversary of Dr. Gulshan Abbos disappears and sentenced to 20 years. So that's why today and the film Searching My Sisters screening around the world is United States, Canada, and Central Asia, Turkey. This is the one of the event we are holding today in Germany. So today in week, so some of the Uyghur community will be joining us later. So we are appreciating you joining us. This is the example, hundreds of thousands of Uyghur intellectuals still suffering in the concentration camp. So we have to remember, it is the main purpose of today's screening, we have to remember Uyghur scholar, Uyghurs, and still is suffering in the concentration camp. This is the main purpose. We don't forget, we have to remember every day. Still shall not change, still, and persecution is ongoing, genocide is ongoing, and the crime against is ongoing. This is the purpose today. Thank you very much. Dr. Gulshan Abbosning tutqun qilinganligi va izderiksiz g'oyib qilib o'tilganligining 6 yillik munosabati bilan Uyg'ur Hareketi Teşkilatı 10 sentabr axborot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Gulshan Abbos va shuningga o'xshagan millionlagan Uyg'urni darhol qo'yib berishni talab qildi. Axborotda deyilishicha, 2018-yili 9-oyning 5-kuni Gulshan Abbosning singlisi, kishilik huquq faoliyatchisi Roshan Abbos Hudson institutida o'tkazilgan suhbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan qabih bostirishini oshkor tanqidlagan bo'lib, buningdan 5 kun o'tgandan keyin Gulshan Abbos izderiksiz yo'q qilib o'tilgan. Oilasi bilan aloqasi uzilgan. 2 yilgacha uning hech qanday xabari bo'lmagan. 2020-yili 12-oyga kelganda Xitoy hukumatining uni atalmish terrorlik chetib, qop-qora tuhmat ortib, 20 yil kesib o'tilganligi oshkorlangan. Xitoyning bu o'chilishi amaliyotda Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlariga qarshi chiqqan sadolarni jamoqtirish urinishining tipik misoli bo'lib qolgan. Axborotda Uyg'ur Hareketi Teşkilatı'ning raisi Roshan Abbos mundaq deb ko'rsatdi. Bugun Hadam Gulshan Abbos nahaq tutilgan yana bir azobli xotira edi. Hadamning hech qanday siyosiy maqsadi yo'q edi. Shundaq turuqliq u Xitoy turmusida azob chekyapti. U mening Xitoyning vahshiy irqiy qirg'inchilik jinoyatini tanqidlashga jur'at qilganimning bedelini o'tayapti. Holbuki Xitoy bo'lsa mening osh gunohsiz kasalchan Hadamni qamab, ham turmaga solib, o'zining irqiy qirg'inchilik jinoyatini isbotlab berdi. Pichoq so'ngakka yetdi. Mushunda qiyin ahvolda Uyg'ur Hareketi Teşkilatimiz Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli fosh qiladi. Gulshan Abbosni va uning o'xshash nahaq tutilgan har bir Uyg'urni qo'yib berishni talab qiladi. Bu yil 7-oyda Amerika Kengash palata a'zosi, Kengash palata Adliya komiteti raisi Dick Durbin
Gülşen Abbas xanımның Ürümçide Xitay hökuməti tərəfindən nahaq tutqun qılınışı və 20 illik qamaq cəzasına hökm qılınışda rol oynagan barlıq Xitay əməldarlarının Amerikaga viza ilişini çəkləş haqqında Amerika Dövlət Məclisindən Amerika Tashqi ishlar Ministerliyi və çət el mülazimətlərinə təsdiqlanğan rastqutqu münasibətlik 4797 nomerli qanunğa toluqlanma maddə kirgizishni tələb qılğan. Onun bu tələbi rəsmi qəbul qılınıb, 7 ayının 25 günü Kengash Palatası Taqsimot Komitetining birdek ma'qullashi bilan tasdiqlanib, 4797 nomerli qanunning 222 bobiga kirgizilgan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk'nің 9 sentabr başlanğan BDT Kişilik Hukuk Kengişinin 57. qıtımlıq yığınının işilişte qılğan sözüde, Mustabid Xitay hakimiyetining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini nihoyat ojiz gaplar bilan tilga ilib o'tishi, shundaqla uning Uyg'urlar masalasida ovozining yanama tövallab ketishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining, kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellik tadqiqotchilarning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini, bo'libmi Xitoyning jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynagan va bu sababdan Xitoyning eng asosli hujum nishonlarining biriga aylangan tadqiqotchi Dr. Adrian Zenz bu haqda X fikr bayon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın doklati e'lon qilinig'ili 2 yil bo'lgan bugungi kunda Volker Türk nihoyat ojiz gap qilib, Uyg'urlarga yurgizilayotgan qabih jinoyatlarni ayiblash fursatini qo'ldan berib qo'ydi deb ko'rsatdi. Volker Türk 9 sentabr BDT Kişilik Hukuk Kengashining 57 qıtımlıq yig'inida qilgan so'zida Xitoy hukumatı xavfsizlik va jamiyat muqimligini bahona qilib, fuqarolarning erkinligini nomuvofiq usullar bilan cheklab qo'ydi deb ko'rsatgan. U yana Xitoy hukumatı ayollar huquqini qo'g'dashga va'da qilgan 30 yildan buyon ayollarning o'rnining yanada tövan ekanligi, erlarning hokimiyatga o'rnining ustun ekanligi haqida to'xtalgan. Volker Türk yana mustabid hokimiyat qurilmasining huquqdan qalaymaqan foydalanishning va taqib nazorat sistemasining kishilik huquqqa keltiradigan ziyonlarini o'ttirib qo'ygan. Ammo buningga Xitoyni misol qilmagan. U irqchilik, ayrimchilikqa qarshi turish, ayollar va bolalar huquqini qo'g'dash, muhitni qo'g'dash qatorliq kishilik huquq talablarining jamiyat taraqqiyotiga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirini bayon qilish bilan birga, kishilik huquqning fikr erkinligi va shaxsiy maxfiyatligini qo'g'dashni o'z ichiga olganligini, tordagi zo'ravonlik, saxta yolg'on uchur tarqitish, g'azab, nafrat va o'chmanlik kuch kiritish qilmishlariga zarba berish kerakligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi va xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlık İşxanasının Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi doklati e'lon qilingan 2 yildan buyon Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik uchrash ahvolida hech qancha cho'ng o'zgarish bo'lmaganligi xalqaro axborotlar va kishilik huquq organlari tomonidan izchil o'ttirib qo'yilib kelmoqda. Bo'libmi buningda Birleşken Devletler Teşkilatı'ning mas'uliyati borligi, ularning o'zlari chiqargan dokladga amal qilmasligi, Xitoy qarta dokladda o'ttirib qo'yilgan taklif va talablarni amaliyleştirishda Xitoy qarshi keskin tadbir olmay kelayotganligi tanqidlanib kelinmoqda. Uningdan boshqa yana mazkur doklad e'lon qilinganligining 2 yillik qarpsida Dunyo Uyg'ur qurultiyi, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kuzatayotgan nufuzli tadqiqotchilar bes-bes bayonot va maqolalarni e'lon qildi. Ular dokladlarida xalqaro jamiyat, jumladan Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoyning xalqaro qonunlarga ig'ir darajada xiloflik qilish qilmishlarini tekshirib dalillagandan keyinmi uni to'xtatishga jiddiy harakat qo'llanmaganligini, ziyonkashlik uchirg'uchilar uchun haq adolatni yo'qlash, zarur va keskin tadbir ilishdan o'zini qochirib kelganligini tanqidlash bilan birga, BDTning Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Xitoydan hisob olish uchun jiddiy harakatga o'tishini talab qilib kelmoqda. Va 9 sentabr boshlangan BDT Kişilik Hukuk Kengashining 57 qıtımlıq yig'inidan umid kutib kelmoqda. Afsuski, Ali Komissar Volker Türk'ning Xitoy haqidagi yuqorqi siliq sipoyi va jiddiyatsiz bayonlari Uyg'urlarning BDT'ga bo'lgan ishonch va umidining yanama ojizlashishiga sababchi bo'ladi. Zumratay Erkin so'zining oxirida yana oldimizgi kunlarda Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'atining Jenvaga berib BDT Kişilik Hukuk Kengashining 57 qıtımlıq yig'inining ba'zi bo'limlariga qatnashadiganligini va bu yig'inga parallel holda xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan birga Jenvada bir yurish faoliyatlarini olib boradiganligini alohida eskartib o'tdi. Amerika Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti 9 sentabr X hisobida e'lon qilgan bir uchurga qaraganda, Amerika Davlat Majlisi a'zolari biologiyalik xavfsizlik qonun loyihasini o'ttirib qo'yishni o'ylashmoqda ekan. Bu qonun loyihasi Amerika fuqarolarining geniga munosabatli sonliq uchurlarni qo'g'dashni, bo'libmi kommunistik Xitoyning biotexnika sohasidagi hujum planiga qarshi turishni maqsad qildi ekan. Chunki Xitoyning harbiy texnika shirkati GBI Amerika bozoriga o'g'irlikchi singib kirib, Amerika fuqarolarining geniga munosabatli sonliq uchurlarni to'plashga boshlagan. Bu shirkat yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qatnashgan bo'lib,
biotexniklik vositalarni avval Uyg'urlarga ishiltib, ularning genlik ma'lumotlarini to'plagan ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.